Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqtli kunlarni ko'rarmikinman? Parilarim, jon qizlarim, siz mani qaro ko'zlarim, to'yingizda bo'larmikinman? Yig'lamayman bu dunyoning changallarida, soxta vijdon ko'rinmadi niqoblarida. Har tarafi tuzoq, ko'rinmaydi uzoq, manzilga yetib boramanmi yo'q? Parilarim yo'q, 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 yo'q. Qo'llarimiz bir-biriga yaqin qolganda bo'lmadi bir imkon. Yurak urganida kasalman, qara olmaydi bir inson. Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqtli kunlarni ko'rarmikinman? Parilarim, jon qizlarim, siz mani qaro ko'zlarim, to'yingizda bo'larmikinman? Assalomu alaykum Mardon aka. Salomatmisiz? Uzr bezovta qildim. Bemavrid qilib qolmadim akajon? Sog' bo'ling. Yo'q, uyqu yo'q. O'sha uyquning yo'qligining sababi borib siz oldingizga bir maslahat to'g'risida gaplashmoqchi edim. Farqi yo'q. Uyga o'ta qolamiz, mayli. Bo'ldi Mardon aka. Juda ham muhim narsa to'g'risida. O'shaning uchun o'zingizga bag'rim tirlanib ketyapti. Yo, tinchlik. Xudo xohlasa tinchlik, uchrashamiz. Xudoyim ey. Eshitaman. Siz nega onamni ko'rgani kelmaysiz? Onamni uyga olib ketishingizni xohlayapman. Odam bo'lishingizni xohlayapman. O'sha milliard pullaringizni osmonga sovurishni xohlayapman. Bilib qo'ying. Siz onamni tirnog'iga ham arzmaysiz. Nima o'g'lim? Xohlagan vaqtim uyga boraman. Men bilan ishingiz bo'lmasin. Deliz, yengillikni his et. Bu yoqqa nimaga keldi o'rtoq? Kim bu? Bular meni onam bo'ladilar. Ha, meni onam Telba. Onam o'lgan deb seni aldagandim. Shular meni onam bo'ladilar. Telbagina mehribon onam. Bular meni eslolmayaptilar. Eslab qolar, o'g'lim deb bag'riga bosar deb har kun oldilariga kelaman. Lekin tanimaydilar. Bir og'iz o'g'lim degan so'zlarga zo'rman. O'sha sen bilgan boyvacha dadam bor-ku. Qimor o'ynab yurardilar.
Onam sho'rlik shu ishlar oqibatida telba bo'lib qoldilar. Dadam bor butimizni o'yinga tikib yubordilar. Hammasini yutqizib bizni qarzga botirib ketdilar. O'zlari esa qochib ketdilar. Onam ikkalamiz qoldik. Och qoldik. Dadamning qarzlarini onam ertayu kech ishlab o'zlari uzdilar. Kundan kunga esdan og'a boshladilar. Kechalari ko'chaga chiqib ketadigan bo'ldilar. Bora-bora hamma narsani esdan chiqardilar. Meni ham. Bir kun dadam qaytib keldilar. Juda ham boy bo'lib keldilar. Onamni jinnixonaga joyladilar. Meni esa boylikka ko'mib tashadilar, lekin men eng katta boyligimdan, onamdan ayrildim. Shu sabab men ham dadamdek qumar o'ynashni boshladim. Toki dadamni hamma pulini tugatmagunimcha qumar o'ynayveribman. Ana shunaqa. O'rtoq, men nima deyishni bilmay qoldim. Nimadir deyish shart emas. Oyi, men keldim. Menga qarang, bir marta o'g'lim deng. Oyjon, bir marta o'g'lim deng. Oyi, menga qarang. Ona. Siz kimsiz? O'g'lingizman. Qarzingiz so'rab keldingizmi? Aytdim-ku pulim yo'q deb, aytdim-ku axir. Beraman o'sha qarzlarni. Hozirgina keluvdinglar, yana keldinglarmi? Oyi, o'zingiz bosing. Aytdim-ku pulim yo'q deb, Oyi. aytdim-ku. Oyi, bo'ldi qiling oyijon. Bo'ldi qiling oyi. Bitta bolam o'lib qoldi. Yana bitta bolamga kasha topolmayapman. Hammasini uzaman. Voy qarzlar hammasini uzaman. Uzaman. Qarzlardan ham qutulaman. Hammasidan qutulaman. 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 Yo'q, iloji yo'q. Bizga bunaqa kadr to'g'ri kelmadi. Meni ham to'g'ri tushun. Uni qaytib ishga ola olmayman. Yana shunaqa voqea sodir bo'lishini istamayman. Tushunyapsanmi? Bu yo'natdan qimmat yo'q, xo'jayin. Hozir unga ish kerak. Bir marta imkoniyat bering, xo'jayin. Iltimos. Bo'ldi. Boshqa gapirma. Borib ayt do'stingga, kelib ovora bo'lib yurmasin. O'ziga to'g'ri keladigan boshqa ish qidirsin. Shuni tushuntir. Qanday qilib aytaman do'stimga? Borib aytasan. Tur bor, sen ham ishingga. Ish topqasangiz bo'lardi. Marjona, mumkinmi? Marjona. Tuzuymisan, qizim? Ancha o'zingga kelib qoldingmi? Bizni boshqa bunaqa qo'rqitmagin, xo'pmi? Anov bilan urushganing uchun siqilyapsanmi? Mayli. Sen damingni ol. Qizlarga aytaman, ovqat tayyorlab berishadi. Quvvatga kirasan.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Uzrga zo'da qildim. Mardon akani oldilariga kelgan edim. Mardon akam dam olayotgandilar. Shunaqa. Siz ichkariga kiravering. Xo'p, xo'p. Hozir chaqirib beraman. Rahmat. Marhamat. Yo'q. Odam xijolat bo'lib qoldi-da, uka. Bemalol ichkariga kiravering. Men hozir chaqiraman. Rahmat. Xo'p. Nega keldingiz? Men Dadamga aytmoqchimisiz? ha, Agar aytsangiz mendan oldin sizni o'ldiradi. roziman. Aytmaysiz. Vijdonim qiynalyapti. Aytmaysiz dedim. Farhod. O'g'lingiz meni sevadi. Assalomu alaykum. dadajon. Va alaykum assalom. Ha qizim, bu yerda nima qilyapsan? Axir betob eding. Haligi... O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Yo'q, yaxshiman. Oshxonaga ketayotgandim. Ha, yaxshi. Bora qol. Yaxshi Assalomu keldingmi, alaykum, Farhod? akajon. Ha, Salomatmisiz? Qani Qani, yaxshimisiz? kel o'tir. Kela qol. O'tir. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Tinchlik bo'lsin. Allohu akbar. Mardon aka, Kechirasan, Farhod. Kechadan beri qizimni tobi yo'q edi. Endi o'ziga keldi. Kechagi voqeadan keyin. Endi yaxshi. Bugun sen telefonda menga zarur gapim bor deb aytding. Marjona haqida. Xo'sh, gapir. Marjonani Bo'ladigan gapni gapirsang-chi. yo'q, shu Marjonani sog'lig'i yaxshimi, tuzalib qoldim, shuni so'ramoqchi edim, bo'ldi. Shuning uchun ham hurmat qilaman-da seni. Hammani tashvishini qilib yurasan. Lekin bu yaxshi odat. Qani, gapir. Hammasini ayt. Nima? Shu faqat shuni so'ramoqchi edim. Xolos. Boshqa gap yo'q. Bu odating yaxshi-ku, lekin hayotda ba'zida pand berib qo'yishi mumkin. Tushundingmi? Mana oilam bilan yaqindan tanishding. Sen hozir jigarimday bo'lib qolding. Sen meni uyimga xohlagan paytingda kelishing mumkin. Shunday ekan, meni qizlarim. Endi seni ham qizlaring. Rahmat, Mardon aka. Endi bu yog'iga oilamiz bir-biri bilan tanishib oldi. Men sendan juda ham xursandman, do'stim. Tinchlikmi? Bu yerga men keldim. Ha? Mardon aka. Yarboqqa o'xshamay o'l. Sekroq sen o'lasanmi? Biror narsa. Kerak emas hech narsa. Xo'p. Tur yo'qol. Bezovta qilgan bo'lsam uzr, Mardon aka. U bu narsa kerak bo'lsa yetarsiz. Bo'pti. Farhod, bilib qo'y. Seni o'g'illaring endi meni ham o'g'illarim. Albatta. Menga qara, katta o'g'ling nima ish bilan shug'ullanadi? Eshitishimcha, u chet elda o'qib keldi, bizning sohamiz bo'yicha. Hozir o'qidi, ish topib, yoqa-yoqa o'zini urib. Juda yaxshi-da. Hozir unga qo'ng'iroq qilgin-da, meni ofisimga kelsin. Shu bugunoq unga o'zim ish beraman. Bo'ldi. Endi nima qildik? Ketdik ofisga. Ketdik. Vaqt yo'q. Ketdik. Rahmat sizga. Ha, onasi, tuzingmisan? Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Biz hozir ofisga ketyapmiz. Sen esa Marjonaga qarab tur. Ehtiyot bo'lsin. Mayli, xo'p. Choy ichib ketsanglar bo'ladi. Xudo xolasa boshqa safar. Vaqtimiz yo'q. Mayli, yaxshi boringlar. Mayli. Rahmat. Kelib turing. Muhabbat opa, adashmasam 5 ta do'koningiz bor-a? Yana 2 ta ochmoqchisiz. Nimaga? Nima qilasiz shuncha do'konni? Nima qilibdi? Kerak bo'lsa bundan ham ko'proq ochaman. Mana o'zing o'ylab ko'r. Kattalar uchun do'kon bor. Bolalar uchunchi?
Mana shu bolalar buyumi uchun alohida do'kon ochsak nima bo'ladi? Bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Juda ham qulay bo'ladi. Hamma uchun qulay bo'ladi. To'g'ri. Ish boshqaruvchilarga ayt, ko'proq bolalar uchun tovarlar olib kelsin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Nigora, sen ishlaringga bor. Kerak bo'lsang chaqiraman. Bor. Xo'p bo'ladi. Bu nima qiliq? Qalaysan? Esing joyidami? Bu yerda nima qilyapsan? U bugun ko'rib qolsa nima bo'ladi? Shuning uchun o'zing kelishing kerak edi yonimga. Yana nima deysan menga? Jonimdan to'ydirib yubording-ku. Nima yana pul so'rab keldingmi? Yo'q. Menga boshpana kerak. Boshpana? Uy olib berganman-ku. Uyli olib berganda gapirasana. Uyni sotib, qarzlarimni to'ladim. Menga qara, hech qanaqa qarz-parzlaring bilan meni ishim yo'q. Tushundingmi? Boshqa mendan bir tiyin ham ololmaysan. Ey, to'xta. Jim, eringga hammasini aytaman. Qo'yib yubor qo'limni. Meni qo'rqita olmaysan. Demak, qo'rqmaysan-a? Menga qara. Ering bilmasdan men aytgan uyni tezlashtir. Nima qilib turibsan bu yerda? U erkak Bu meni shaxsiy ishim. Sen aralashma. men bor uzr. Shunchaki turqi juda ham sovuq ekan. Sizga qo'pollik qilayotgandi. Shunga agar mabodo yordamim tegsa, Kerak emas. tushunarli. Uni ismi Sanjar. U meni eski tanishim. Bu haqda erim bilmaydi. Tushunarli. Yo'q, bu sen o'ylagan narsa emas. Men hali hech narsa o'ylamadim. O'ylamayam. Xo'p bo'ladi. Keyin bu haqda Tushundim. Hech kimga aytmayman. mana shuning uchun ham seni ishga olganman. Menimcha u sizga xalal beryapti. Balki uni kuzatib, sizga uni nozik tomon topib berarman. Yo'q, aslo. Uni kuzatish kerak emas. U bir bechora, hech kimi yo'q, birovga kerak emas odam. Yurib o'zi yo'q bo'lib ketadi. Mayli. Siz nima desangiz shu. Keyingi do'konga boramizmi? Yo'q, uyga boraman. Charchadim. Mayli. Ertagacha.
Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Uzr bezovta qildim. Bu yerda nima qilyapsan? Uyda tinchlikmi? Ha, tinchlik, xavotir olmang. Oldingizga bir masala bo'yicha kelgandim. Shu desiz, Hamma gapni uyda gaplashsak bo'ladi-yu. Nima qilarding ovora bo'lib kelib bu yoqqa? uyda ish ko'p-da. Tinchlikmi? Tinchligu bir iltimos bilan kelgandim. Xo'sh. Bilasizmi, kichkina singlim bor. Undan boshqa hech kimim yo'q. Tezroq gapir, shoshyapman. Xullas, pul kerak. Singlim kasal. Oyog'i ishlamayapti, doktorga pul kerak. Shunga yordam qilib tursiz degandim opa. Qancha? Haligi 5 million. Muhabbat opa, menga ishonsangiz bo'ldi. Xo'p. Hozir shoshmay tur. Qaytaraman. Oyligimdan ushlab qolsangiz ham mayli. Ma. Yaxshiligingga ishlat. Rahmat opa. Xo'p opa, mayli. Qaytarmasang ham mayli. Yaxshiligingizni unutmayman. Xo'p, mayli opa. Bo'pti. Xudo yetkizganingga shukr. Ey Xudoyim. Jasur. Jasur. Labbay dada. Bu yoqqa kel. Xo'p, xo'p. Xo'p dada. Nimalar qilib yuribsan? O'zim shunday yuribman. Nima u shundoq deganing? Ko'chada ishlarimni qilib yuribman. Marjona ham ko'chadagi ishlaringga kiradimi? Obbo. Akam darrov kelib yetqizdimi sizga? Akang to'g'risida unaqa gapirma. O'zi o'sha qiz haqida siz bilan gaplashmoqchi edim, dada. Mayli. Kel gaplash. Marjona to'g'risida nimani gaplashmoqchisan? Haligi Xo'sh. uylanmoqchiman dada shu qizga. Agar yo'q desamchi? Nima bo'ladi? Dada yo'q demang. Men uni yaxshi ko'raman. Men kimman senga? Otamsiz. Bo'ldi. Otani gapi birmi? To'g'rimi? Uylanmaysan. Dada uylanmasam bo'lmaydi. Uylanmaysan dedim. Dada uylanaman. Uylanmaysan dedim senga. Uylanmaysan. Jasur, tinchlikmi? Dadam bilan nima tortishyapsan? Esdarilashmay, o siz aybdorsiz hammasiga, aka. Shundoq kelib dadamga aytib bergansiz hammasi. Xudoyim. Mayli dada, asabiylashmang. O'zi tom ketib qolgan buni oxirgi paytlar. Keyin to'g'risida unaqa gapirma. Keyin to'g'risida unaqa gapirma. O'zi kelib qoladi. Ichkariga kir. Yuring. O'sha yerda dori bor edi, berchi. Qarachi.
Siz. Ana shu kasalligidan foydalanib uyimdan chiqarib yubormagunimcha tinchimayman. Xuddi onasini erimni hayotidan chiqarib yuborgandek. Buni ham quritaman. Ha, tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Nima qilyapsan bu yerda? Meni tashlab ketasiz deb qo'rqib ketdim. Jinnimisan, ish qidirgani chiqdimi u? Nimaga tashlab ketaman ekan? Hech qachon tashlab ketmayman, jonim. Tashlab ketib ham ko'ring-chi. Labe? Norozimisan? Yo'q. Yo'q, norozi emasman. Hammasi joyida. Zato men noroziman. Tinchlikmi? Qismatimdan noroziman. O'zi noto'g'ri gap, lekin shunaqa. Qismat uchun to'g'ri yur ukam. To'g'ri yur. To'g'ri ketyapsanmi? Ketur, to'g'ri ket. Chapaga o'ngga qarama. Tushundingmi? Tushundim. Qismat uchun. Men afsuslanmayman. O'g'lim yo'qligidan. Chunki sen bir o'zing manaman degan 10 ta o'g'ilni o'rnini bosasan. Assalomu alaykum. O, Bekzod. O'tir Bekzod. O'tir ukam. Sizlar yaxshimisizlar? Men seni kutgandim. Rahmat. Sen bugundan mana shu yerda ishlaysan. Hozirdanoq. Otang rozi bo'ldi. Nima deysan Bekzod? Dadam bilan siz ishni ko'zini yaxshi bilasizlar. Shuning uchun sizlar nima desanglar shu? Barakalla o'g'lim. Barakalla. Xuddi otangni o'zisan. Chunki u hamisha kattalarga quloq solardi va hurmat qilardi. Rahmat. Mana meni qizlarim, Pari, Marjona. Ular bu yerda ish o'rganishadi. Shuning uchun ham sizlar hamisha birga bo'lib, bir-biringlarga yordam berishinglar kerak. Albatta. Omadinglarni bersin. Men ketishim kerak. Uchrashuvim bor. Marjona qizim. Parini ehtiyot qil. Pari. Ha. Yaxshimisiz? Ha. Rahmat, yaxshi. Kecha uzr, mehmondorchilik uzoqqa bormadi. Hechqisi yo'q. Sen kelgandan beri o'zi hech narsa uzoqqa bormayapti. Marjona, siz tuzalib qoldingizmi? Ko'rmayapsizmi yaxshiligimni? Uzr, ko'rmabman. Nima qilamiz unda? Ishni boshlaymizmi? Ha, boshlaymiz.
Menga o'rgatasizmi? Menimcha, siz menga o'rgatsangiz kerak. Meni tajribam yo'q. Bo'ldi, kelishdik. Kelishdik. Unda o'zim sizga hammasini o'rgataman. Xo'p. Sizlar avvaldan tanishmisizlar? Yo'q. Lekin siz bilan avvaldan tanishmiz. Meni unutmaganga o'xshaysiz. Mayli, men ishga bora qolay. Ishlarim ko'p edi. Marjona. Menimcha siz ukamdan uzoqroq yurganingiz ma'qul. O kezdan uzoq yurib, sizga yaqinlashishim kerakmi? Nazarimda siz hamma narsani atayin qilyapsiz. Yo'q, Shunaqami? ataydan emas. Ko'nglim tusagan narsani qilyapman. Ha. Mayli, O'tiribmizda gaplashib. ishlashim kerak. Hali shu g'ururchingni sindirib qo'yaman. Aqlli yigit. Navoiy shahrida onam va singlim bor. O'zim qurayotgan uylar bitsa, ularni olib kelmoqchiman. Oldimda yashaganlar ma'qul-da. Juda ham yaxshi. Yaxshi o'ylabsiz. Farzandlar ota-onasi bilan bo'lgani yaxshi. To'g'ri. Ularni bu yerga olib kelgach, uylanmoqchiman. Zo'r-ku. Ha, zo'r. Kimga deb so'ramaysizmi? Kimga bo'lsa ham siz bilan baxtli bo'ladi. Shahrizoda, sizga bir gap aytmoqchiman. Mayli. Agar yo'q demasangiz, oyimlar Toshkentga kelganlarida uylarga borsalar. Uyimga? Nimaga? Sizga sovchi yubormoqchiman. Bu mumkin emas. Mumkin emas? Nimaga? Kechirasiz, meni ishlarim bor edi. Keyin gaplashamiz. Shahrizoda, agar sizni xafa qilgan Shahrizodam. Siz? Meni kutmagandingiz? Bilaman, mendan juda ham qattiq xafasan. Nimaga keldingiz? Iltimos, keting. Jonim, sizlarni juda ham sog'inganman. Shahrizoda, qizimni sog'inganman. Menga qara, Shahrizodam. Shuncha yildan keyin sizlarsiz yasha olmasligimni men tushunib yetdim. Iltimos, endi kech. Jonginam, hechdan ko'ra kech. Eng keraklisi men shuni tushunib yetdim. Shahrizoda, to'xta. To'xta. Nima xohlayapsiz mendan? Mendan qanaqa xafaligini men tushunyapman. Men o'zimni xatoyimni tan olaman. Erkak kishi ham adashar ekan. To'g'ri, meni aybim katta. Xiyonat qildim. Seni, qizimizni tashlab ketdim. To'g'risini aytganda, nomard ishini qilib qo'ydim. Hammasi avvalgidek bo'lishini xohlayapman. Tushunyapsanmi? Singa oyna tiklanmaydi. Keyin biz qonuniy ajrashganmiz. Sizni menda hech qanaqa haqqingiz qolmagan. Jonim, menga qara. Iltimos. Mayli, meni o'ylamayotgandirsan. O'zingni o'ylamayotgandirsan. Qizimizni o'yla. Qizimiz otasiz qolishini xohlaysanmi? Otasiz yaxshi yashayapti. Uni g'amini yemay qo'ya qoling. Iltimos. Menga qara. Menga birgina imkoniyat ham bera olmaysanmi? Hech qachon. Tushunmadim, nimaga? Yoki u kim mutoffoganmisan hayotingda? Iltimos, meni hayotim bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Menga qara. Agar hayotingda u kim mutoffoli bitta erkak paydo bo'lgan bo'lsa, seni ham, o'sha topgan odamingni ham. Nima qilasiz? Sizni qo'lingizdan faqat shunaqa zo'ravonlik keladi xolos. Nima qilmoqchisiz? O'ldirasizmi?
Menga bergan azoblaringiz esingizdan chiqib qoldi shekilli. 3 yil bo'ldi bizlarni tashlab ketganingizga. 3 yil. Meni bu hayotdan sovutganingizga 3 yil bo'ldi. Sizni hech qachon kechirmayman. Tushunyapsizmi? Hech qachon kechirmayman. Iltimos, endi keting. Meni tinch qo'ying. Farzand masalasiga keladigan bo'lsak, u meni bolam, faqat meniki. Mayli. Asabiylashma. To'g'risini aytsam, asabiylashsang shunaqangi shirin bo'lib ketasan. Menga qara. Kelinday qilaylik. Sen menga birgina imkon ber. Xo'p. Agar men aytganimdek sizlarni baxtli qilmasam, mayli men hamma shartlaringni ko'raman. Roziman. Menga qara. Men o'zgaraman. O'zgarmaysiz baribir. Menga ishon, Shahrizoda. Sizlarni baxtli qilaman. Iltimos, keting. Meni tinch qo'ying. Mayli. Hozir juda ham charchagansan menimcha. Men hozir ketaman. Lekin yana kelaman. Seni qizimni qaytarib olmagunimcha men hech nimadan qaytmayman. Tushundingmi? Mayli. Bir narsani esingdan chiqarma. Men seni juda ham sevaman. Mendan boshqasi senga er bo'la olmaydi. Qizimga ota bo'la olmaydi. Qizimizdan o'f qo'y. Singil. Singlim. Oling qonimizni. Naryoqda savdo qiling. Amaki. Amak yo'q. Bu joyi sotib olmagansiz-ku? Nonni yarimta qilyapsiz, singil. Oling degandan keyin oling-da. Sizni narsangiz boshqa, meni narsam boshqa. U yoqda joy yo'q-ku, nima qilasiz bunaqa gapiraverib? To'g'ri, har doim meni haydaysiz. Joyda, jiyan, aka, assalomu alaykum. Qalay Nima bo'lyapti? Endi men aytmoqchiman, jiyan bir-birimizga xalaqit qilmay, shu bordi keldi qilsak yaxshi edi-da. Aka, karvon ko'p rizqi bo'lak. To'g'ri. Sizga nima xalaqit beryapti? Hech qanday xalaqit bergan yo'q. Bosinglar. Dadasi nima qilib yuribsiz bu yoqda? Sovuqda ko'chaga chiqib sen ishlaysan, men uyda o'tiraman. Qo'ysangizchi, dadasi. Menga to'g'ri kelmaydi. Birga sotamiz. Hozir sotib beraman. Obbo, yana Xonimlar, xonimlarimiz bor. Xonimlar bor, xonimlar. Hey! Yo'q, kerak emas. O'tgan safar ko'rganman qanaqa sotganingizni. Hammasini ziyoniga sotgansiz. Ziyoniga emas, savobiga sotganman. Yaxshilab o'ylab ko'rsang, keyin tushunasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Allo, aytgan joyingizga keldim. Pulimiz ko'payib ketdi, ozgina bo'lsa ham. Qanaka? Qancha qoldi? Ha, aytgancha. Namuncha ko'p? Bolalar yangi ijaradagi uyimizda qo'rqishmayaptimi-ekan? Yolg'iz Yo'q, tashlab kelganingizni qarang. Nimaga qo'rqishadi? O'tirishdi-yu, ustilardan qulab kelganman. Xavotiraman, hammasi yaxshi bo'ladi. Voy, o'g'limizni bilasiz-ku sho'xligini. Ko'nglim g'ash. O'zimga o'xshaydi-da. Yuring, uyga bora qolaylik. Shuncha xonimni nima qilamiz hozir? Xonimni uyda yuboramiz. Yo'q, sen uyga boraver, men o'zim sotib boraman, xo'pmi? Yo'q. Ha. Sizga ishonmayman. Voy, shuncha xoniming bor ekan. Nima qilamiz buni? Ajib qoladi-yu. Uyda o'zimiz yuboramiz deyapman-ku. Jonga tegdi. Bilasanmi? Meni xonimim hali sizni joningizga tegib qoldimi? Men Yo'q, unday demoqchimasdim. Bo'pti, ketamiz. Yeysiz hammasini. Yuring. Xo'p, yeyman. Voy, dadasi to'xtang. Shoshmang. Shoshmasangiz-chi. Voy, ro'molim. Xonim yegani shoshyapsizmi? Shoshmang, dadasi. Bolalarimiz ham qorni ochib qolgandir. Nimaga vahima qilaverasan? Yaxshi o'tirishgan bo'lishsa kerak. Ana keldik. Ehtiyot bo'ling. Obbo, ochilishi ham qiyin buni.
Ana. Kir. Yomg'ir ham zo'r yog'di o'zi ham. Deliz, yengillikni his et. Keling bugun ishdan keyin yaxshi bir joyda ovqatlanamiz birga. Bilmasam, ishlarim rosa ko'p. Bir ikkita ishlarim bor, tugatib Men qo'yishim sizga kerak qarashib edi. yuboraman. Yo'q, mayli, yaxshi. Gapinglarni bo'ldim. Lekin bu uchrashuv joy emas-ku. Biz ishimizni tugatib bo'ldik. Pari bilan birpas suhbatlashishimiz keldi. Shundaymi? Asalim, sizda gapim bor edi, maylimi? Keyingi safar gaplashasizlar, xo'p? Hozir kelaman. Sen men bilan o'ynashyapsanmi? Yoki menga shunaqa tuyulyaptimi, a? Shunaqa tuyulyapti. Sening tvachchani tiring chiqib qoptimi? Yegan kaltaklaring esingdan chiqib qoldimi, a? Yo eslatib qo'yaymi? Sizni deb dadamni xafa qilishni istamayman. Agar menga shunaqa azob berursiz, qanaqa dori ichib yurishingizni dadamga aytib beraman. Voy pismig'ik. Ana asl basharangni ochding. Sen hali o'yin o'ynaging kelib qoldimi, a? Tushunarli. Unda sen bilan shunaqa zo'r o'yinlar o'ynaymiz. O'zing ham hayron qolasan. Bo'lmasam o'yin boshlandi. Yetimcha. Nima haqida gaplashayotgandik? Men sizga qarashishim haqida. Aytgancha. Ishi boshlaylik. Yaxshi. Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqti kunlarni ko'rarmikinman? Parilarim, jon qizlarim, siz meni qaro ko'zlarim, to'yingizda bo'larmikinman? Yig'lamayman bu dunyoning changallarida, soxta vijdon ko'rinmadi niqoblarida. Har taraf tuzoq, ko'rinmaydi uzoq, manzilga yetib boramanmi yo'q? Bir